Organizmga ortiqcha bo'lgan shlak toksinlardan qutulib, ichak mikrofloralarni normallashtiramiz. Assalomu alaykum. Xlorofilni ishini shirin ta'm bilan qilaman degan klientlarimiz uchun yaqinroq olib keling. Bu asallarimiz o'zi mayskiy turkumga kiradi. O'sha lapu qari qiz gullagan o'simlikdan olingan. Oshqozon ichak muammolari, oshqozon yarasi, gastrit, jigar va o't pufagi kasalliklarga inshaalloh samarali. Aytgandek, masalan, yana bitta xususiyati yuzda dog' bo'lishi mumkin, yuzda o'krik, toshmalar bo'lishi mumkin yoki terida bo'lishi mumkin. Imенно doktoringizga borsangiz ham ichakni mikroflorasini to'g'irlashga, ichaklar bilan ishlashga, detoks qilish kerak deydi. Imенно shu asallarimiz mana detoks asallarimizdan bittasi. Mayda gullar juda ham ko'p bo'lishi hisobiga bu asallar sal tezroq qotadi. Bu asallarni ham inshaalloh men chet elga olib ketishga harakat qilaman. Mahsulotlarimiz O'zbekiston standartlari, balki jahon standartlariga ham javob berib kelayotgan asallar. Faqat beremenna, emizikli onalar uchun biz tavsiya qilmaymiz. Sababki bu metabolizmni ham kuchaytiradi. Avtoobyektlar ham bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xudo xolasa 1 kilogramdan boshlab u yog'iga gaplashaveramiz. Set bilan olaman desangiz 3 kilogramlik, 7 kilogramlik setlarimiz bor.